Ekonom klassda uchish. Green flag. Men ko'pincha shunaqa uchaman. Qarz berish. Yo'q, umuman hech qachon. Bu red flag. Fonogramma ostida konsert berish. Red flag. O'ziga o'zi like qo'yish. Red flag. Fake accountdan Instagramni kuzatish. Red flag. Men uni qilmayman, lekin sizlarda hammalarda bor, men bilaman. Shunaqa qilasizlar. Ajrashishni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilish. Red flag. Но вы меня не слушайте. Нам это очень интересно. Uchrashuvda hisobni bo'lib to'lash. Red flag. Turmush shartnomasini tuzish. Bugungi kunda albatta green flag. Green flag qizlar. Green flag. Запомнили? Do'stingizni sobiq sevgisi bilan uchrashish. Men uchun bu red flag, lekin men tanqid qilmayman. Особенно если вы с подругой уже разобрались, все поделили, то это ваше личное дело. Farzandlarga 19 yoshdan alohida yashashga ruxsat berish. Bilasizmi, meni bolalarim shu narsani orzu qilishadi. Shuning uchun bilmayman. Balkim qarshi bo'lmayman. Да, наверное, я не буду против. Или буду?